Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun biz Toshkent viloyatida joylashgan Safo jaluzisi asoschisi Sherzod akamiz sexlariga tashrif buyurdik. O'zlari bilan gaplashib, mana chiroyli video bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sherzod aka, avvalambor rahmat taklifimizga yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun aka. Bugun mijozlarimizga qiziqarli va foydali kontentlar beramiz degan umiddamiz. Qo'ldan kelguncha. Sherzod aka, men sizni ancha yillardan beri taniyman, bilaman, ko'p yillardan beri jaluzi sohasida. Endi bu ko'pchiligiga ham qiziq. O'zingiz haqingizda bir ma'lumot bersangiz, o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, ozgina gapirsangiz. Mening ismim Sherzod. 2012-yildan shu ish faoliyat yuritamiz. Shu paytgacha bo'lgan muvaffaqiyatlarimizga katta korxonalarga jaluzilarni qo'yib berganmiz va kimga kerak bo'lsa shunday xizmatlar yana aloqaga chiqaverasizlar. Men sizlarga hozir yasalish jarayonini ko'rsatib beraman. Sherzod aka, mana ko'ramiz, assortimentlaringiz ko'p ekan. Sizlarda o'zi qanaqa jaluzi parda ishlab chiqarasizlar? Xo'p, bizning korxonada aslida O'zbekistonda bor barcha jaluzi turlari bizda ham xuddi shu narsalar ishlab chiqariladi. Bizda mahsulotlar ko'proq Turkiyadan olib kelamiz. 90% Turkiya bo'lsa, 10%imiz bizda Xitoy mahsulotlari. Plesiya jaluzidan olib keladigan bo'lsa, Turkiyadan Gernes degan firma va Likol degan firma bilan ishlaymiz. Materiallarning kачествосiga qaraydigan bo'lsak, yuqoriroq bo'ladi. Sal yuqoridan qalinroq bo'ladi. Yana ham qalinroq bo'ladi. Yana ham qalinroq bo'ladi va juda ham qalinroq bo'ladi-da. Endi hozir biz yangilik olib kirganmiz. Mana bunaqa xoniko degan jaluzi bor. Buni ichida ipi ichida bo'ladi. Bularimizni bilsangiz ipi ko'rinib turardi-yu. Bularda ko'rinmaydi. Ip uni ichidan yuradi. Mana shunday yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa 2026-yil buni hammasini olib kiramiz. Sherzod aka, bizga savollar ko'p tushadi. Plesiya jaluzilari o'zi odatda qanaqa ajratsa bo'ladi? Plesiya jaluzi 4 ta kolesiyaga bo'linadi. Birinchi kolesiya va ikkinchi kolesiya, uchinchi kolesiya va 4-chi kolesiya bo'ladi. Endi qarang, uyingizga quyosh tushish darajasiga qarab biz bu yerda bahona qilib beramiz. Agar kunduzi faqat bo'ladigan bo'lsa, obedgacha ham bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkitasi, obeddan keyin bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkitasini tavsiya qilamiz. Nimaga? Bu 30% dan 50% gacha bo'ladi. Bu 50% dan 60% gacha bo'ladi va mana bunisi 60% dan 80% gacha bo'ladi. Mana bunisi 80% dan 95% gacha bo'ladi. Quyosh qaytarish darajasi. Endi mijozlarimiz ham aytishadi, buni ajratishga qiynalamiz. Qanaqa usulini taklif qilasiz aka? Mana hozir men sizga chiroqni ko'rsatib beraman. Endi telefoningiz fanlarda qilsangiz ham bo'ladi buni. Hammaning uyida baribir bunaqa chiroqlarimiz yo'q. Mana men bu boya ko'rsatganim, birinchi ko'rsatganim ofisda variant deganlarim. Mana ko'rasizmi, bo'ladi, o'zi baribir quyosh ko'rinish darajasi pastroq bo'ladi, ushlab qolish darajasi. Mana endi men bularimiz uyga deyotgan, o'zingiz xonadoningizga bo'ladigan bo'lsa, bularni tavsiya qilaman. Mana 90 ancha qaytarib 95% degan narsam bu. Endi baribir sizni quyosh mana shunday tushib turmaydi-ku. O'shani hisobiga yana qo'yadi. Tegidan bo'lmaydi. Quyosh uzoqdan bo'lgandan keyin hech narsa ko'rinmaydi, ko'rasizmi? Bularda yuqali bo'ladi mana baribir. Ofisda variant-ku bular. Buni endi mijozlarga, misol uchun, ajratib olish uchun qalinligida farq qiladimi? Albatta. Materialni ushlab ko'rganingizda ham o'zi bilinadi mana. Yuqali, qalinlik. Endi bu yuqa materiallarimiz qanaqa joylarga? Katta korxonalarga, ofislarga qo'ysangiz bo'ladi. Agar o'zingiz xonadoningizga bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narsa va qalinroq narsani tavsiya qilaman. Nimaga deganingizda, maqsad o'zi quyoshdan himoya qilish va begona insonlarni ko'zidan himoya qilish maqsadida qo'yasiz. Bu yuqa narsani qo'yganingizdan keyin baribir quyosh nuri ko'ringan, ichkarida nur bo'lgandan keyin odam ko'rinadi-da. Ichkaridagi inson. Qani, bu kafolat qanaqa bu plesiyalarga aka? Xo'p, biz kafolat deganda mexanizmimizga beramiz va iplarga beramiz. Siz ipini agar kesib qo'ymasangiz, mexanizmni o'zingiz sindirmasangiz, ancha yil xizmat qilib beradi. Mabodoga agar sinib ketadigan bo'lsa, chunki bizda mahsulotlarimiz hammasi Turkiyadan keladi. Turkiyada vlajli havo bo'lgani hisobiga mexanizmlarimiz Turkiyaga moslashtirilgan, ancha yil davom etadi. Endi bizning O'zbekistonda klimatimiz quruqroq bo'lgani hisobiga mexanizmlar sinib qolish ehtimoli kattaroq-da. Agar sinib qolsa, 1 yil ichida borib o'zimiz servis qilib xizmat qilib beramiz. U tekin bo'ladi. 1 yildan keyin, ay mabodo, ya'ni orada o'zingiz kesib qo'yib, bolangiz kesib qo'yib, uzib qo'yib, g'ijimlar sindirib qo'yilgan bo'lsa, unga biz xizmat haqiga pul olamiz. Bu o'zi men necha yildan beri mana jaluzi sohasida bo'layotgan bo'lsam, sizni mana ancha yildan beri tanisam, bilsam, buni
mijozlar ko'pchilik mana shu aytgan tavsiya qilgan ikkita jaluzingizni maqtashadi-da. Shunaqa. Maqtashadi. Ko'pchilik bizga mana ham jaluzilar yaxshi chiqdi. Mana 5 yil bizga mana kirib kelganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, Shunaqa. hozirgacha ishlatayotgan insonlar ham bor. Misol uchun, Keyinchalik ham ishlatadigan keyinchalik insonlar bo'ladi. Hozir 90% Turkiyadan kelyapti va yana 80%, 50% Xitoydan kirib kelyapti. Ya'ni o'zimizda ham ishlab chiqarish boshlashyapti ekan. To'g'risi hali men u materiallarni tanishib ham chiqib bordim, ko'rmadim. Endi bizdagi mana shu Gerniz bilan ancha yillar ishlaganimiz uchun mana shu firmada qolishga qaror qildik. uyaltirib qo'ymadi. Uyaltirib qo'ymadi hozircha. Mijozlardan bir qo'pol gap eshitmadik. Mana shunda qolishga qaror qildik. Yaxshi aka, yaxshi. Shunaqa. Endi bizni ham o'zingiz bilasiz, mana sifat bilinchisiga asos soldik. Sifatga e'tibor qaratish Albatta, hamma narsa sifatda-da. Sherzod aka, buni materiallarni adin qo'yibsiz aka, nima sababdan? Bu materiallarimiz Xitoy materiallarimiz, bu material Turkiya materiallarimiz 2024-yilgacha ham bo'lgan materiallar bular. Rosa urf bo'lgan materiallar bular. Bir paytlar rosa sotilgan. Esingizda bo'lsa agar. Hozir endi bularda oldingidaqa spros yo'q, talab yo'q deydimi? O'zbekchasiga. Mana bular endi ofisniy variant, maktab, bog'chalarga qo'yilyapti. Xitoy mahsuloti, lekin rosa sotilyapti bu ham. Juda ham zo'r narsa. Endi Turkiya matollarimiz aslida hozir 90% uylar high-tech bo'lib ketdi-yu. High-tech xonadonlarga boshqa, chiroyli chiqayotgani uchun mana shu mahsulotlarni olib ko'ramiz biz. Mana bitta gul, bitta palasa bu ham. Ko'rasizmi? Mana. Ay palasa qolamayman deydigan odamlarga. Uy interyeriga qarab, uy dizayniga qarab moslab chiroyli ko'radi. Mana misol uchun, menga bu skromniy bo'lsin deydigan odamlarga. Attachento variantlar. Men yoqtirmayman, bachkanlarni high-tech deydigan odamlar ham bo'ladi orada. Mana shu. Mana shu narsamiz Turkiya mahsulotimiz, materialimiz, qalinligini ko'rasiz. Endi ko'pchilik bor, xuddi shuni, mana shuni Xitoy materiali ham borda. Turkiya katalogidan tanlatib, Xitoy materialini olib borib berayotgan odamlar bo'lyapti-da. Endi qarang, yana nima bo'lyapti bu yerda? Turkiya materiali sotiladi. Alyumin, mana karnizimiz alyumindan bo'ladi, qarang. Mexanizmlarimiz. Endi xuddi shu narsani, misol uchun, siz bitta oyni 8 ming so'm bo'lganmizni, men sizga 500 mingga qilib beraman deydigan odamlarimiz, u 50% Xitoy materiali qilib beradi. Nimaga Xitoy materiali qilib beradi? Chunki yaxshi mexanizmni urib qoladi-da har doim. Yaxshi mexanizmni urib, arzon mexanizmni qo'yib beradi sizga. Keyin ma'muningiz alyumin bo'lmaydi. Plastmasdan qo'yadi. Plastmasdan qo'ygandan keyin kamida $2 foydasi bor. Shuning uchun sizga har doim arzon narsa qo'yib berishga harakat qiladi. 8 mingga bitta romingiz bitmaydi. Men sizga 500 ming bitirib beraman dedi. Lekin 500 ming bitirgandan keyin mexanizmni urib qoladi. Boshqa bir taraflama ishlab ketadi-da u yerda. Buni aka, mana mexanizmlarni aytyapsiz, arzoni, yaxshisi deb aytyapsiz-da. Bu nimasida farq qilib, nimasida ajratyapsa bo'ladi? Buning ichida prujina bo'ladi. Prujina bilan detallar yana qiladi. Bunda oddiy prostani qani o'zi aylanib turadi. Plastmasani o'zi aylanib turadi. O'zi ish davomida ozgina 1 oy, 2 oy ishlagandan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin bunda dovush butun bir chiqib ketadi. Bunda g'icir degan ilib qoladigan odat paydo bo'ladi. Toshlar tushib ketaveradi bitta-bitta. Tushunarli aka. Buni aka, karnizni kilentlarini ham ajratish qiyin-da. Karnizni kilent ajrata olmaydi. Uni faqatgina jaluzi qo'yib bergan odam ajratadi. Ajrataman deydigan bo'lsa, temirni nimadir bilan ursa, anaqa dovush chiqadi. Bizda plastmasasi yo'q. Plastmasasidan dovush ham chiqmaydi. Bu ham qayrisi ham sinmaydigan variant. Mana bu ham temir. Yaxshi. Temirdan bo'ladi. Tushunarli aka. Sherzod aka, plise zapchastlari haqida bir batafsil ma'lumot bersangiz aka. Qarang, plise zapchaslarimizda endi qarang, detal bo'lsa, 4 dona detal bo'ladi-da bunda. Karniz, ikkita bokovoy, keyin ip qotiradigan anaqasi bo'ladi va ipi bo'ladi. Yaxshisining rangi har doim to'qroq bo'ladi. Ochiqlik, ma'mulniki ochiqroq bo'ladi. Kamerada ko'rinmasa kerak-ku. Endi buni qarang, yaxshisini yopganingizda oxirigacha tirsakda yopiladi, ko'rasizmi? Og'zdan eshitdim. Endi bunisini yopganingizda dovush ham chiqmaydi mana. Va oxirigacha yopilmaydi. Yopilmadi. Endi mana sizga ozgina bitta ko'rsatib beraman. Dovush chiqdi. Bundan dovush chiqmaydi. Chiqqani bilan ochilib ketadi. Endi qarang. Bunda tashlaganingizda bu hech narsa qilmaydi, ketdi mana. Buni bitta tashlasangiz ochilib ketadi mana bunaqa bo'lib. Tushunaman. Ko'rdingizmi? Ochilib ketadi.
Ko'rdingizmi mana? Yaxshisi ochilmaydi. Buni boya aytib o'tdingiz-ku, sinadigani bor, sinmaydigani bor. Yaxshisi mana yomoni Men sizga hozir bitta yaxshisi bilan yomonni ajratib berish usuli omir bilan sinab ko'rasiz. Mana bunda yaxshisi, mana bu yomoni. Bitta sindirib ko'ring. O'shanda o'zingiz bila olasiz. Bu yaxshisi aka bu. O'shanda oson usul. Sinmaydimi yaxshisi? Sinmaydi xudo xolisi. Bu. Haqiqatan sinmayapti haqiqatan. Endi mana bu yomoni. Sifati pastroq, yomon deganimiz sifat pastroq mumkin. Pastroq. Oh, sinib ketdi bu. Qurigan bo'ladi bu. O'shani hisobiga narxlarda ham farq qiladi bular. Bular endi arzonroq yuradi. Bular arzonroq yuradi, bular qimmatroq yuradi. Yaxshiroq narsa tavsiya qilsa, har doim yaxshi bo'ladi. Arzonroq sotib ketganmiz, arzonroq narsa qo'yiladi. Bu karnizlarni qanday qilib ajratasiz? Karnizlarimiz alyumin karnizlar bo'ladi. Bizda alyumin karniz endi 90% ko'pchilikda bilsangiz arzon karnizda ham bor, 80%, 90% arzon karnizda ham bor. Narxiga qaraganda demoqchiman-da. Qimmatroq narsa har doim alyumin bo'ladi, sifatli bo'ladi. Arzon narsa bo'ladi, plastmas bo'ladi. Mana bunaqa joylarga detalga qaraydigan bo'lsak, bu yopiq karniz deyiladi. Yopiq karniz deganda oynani mana tushuntiring sizga. Mexanizmingiz ko'rinmaydigan bo'ladi. Agar mexanizm ko'rinaversin deydigan mijozlarimizga mana bunday qo'ysa ham bo'ladi. Karnizni. Xohlasa bunaqasi bor. Oynani ustidan qo'yiladi. Nargisi oynani bunday qilib bakoyni olib turadi. Chekasiga. Xuddi shunaqa alyumin karnizlarimiz bizda. Buni endi men bilishim bo'yicha men ranglari ham unaqa to'liq sepilmaydi. Kraskalari yaxshi sepilmagan bo'lar ekan-da. Shunaqa. Aka, o'zingiz boya aytdingiz, materialini yaxshisini qo'ydiringlar, mana ko'rsatdingiz pliseni. Karnizni, mexanizmlarni ham yaxshisini qo'ydirsa, uzoqroq muddatga xizmat qiladi. Xo'p, plise jaluzimiz o'zi bizga kirib kelganiga hali unaqa ko'p ham bo'lmadi. 4 yilgacha ham garantiya berilyapti bizga. O'zimiz endi misol uchun biz 1 yil garantiya beramiz. Servis xizmatimiz 1 yil bo'lgani uchun 1 yil beramiz, ya'ni korxona tomonidan 1 yil beriladi. O'zi xonadon uyida turish uchun, misol uchun oynada turadigan bo'lsa, 4 yilgacha ham xudo xolasa uyaltirmasdan turib beradi. Turkiyada shunaqa kelgan bizga. Chunki bizda boshida anaqamiz dogovorda shunaqa deb aytilgan. 4 yilgacha ham hech narsa qilmasdan turadi deb aytilgan. 4 yildan ko'p. 4 yildan ko'p ham tursa turadi. Lekin uni parvarishlab qarashiga bog'liqda. Endi qarang, men sizga bitta mana buni olib bering, emas tushuntirib beradigan joyim bor deb o'tdi. Misol uchun buni plesangiz kirib olib qoldi-da. Vlajin nima deydi? Quruqlar ho'l latta deydi, vlajin deydi. Latta bilan yo nimadir bilan yuvasiz, artasiz-da buni. Mana bunda holatda turibdi-da, bu ochiq holatda turibdi. Arta oldingiz changini. Keyin doim har doim artib bo'lganingizdan keyin buni bir yarim soat, 1 soatga yig'ib qo'yish kerak. Bu mana yopiq holatda turish kerak. Nimaga yopiq holatda turish kerak? Bu quyosh ko'rish kerak. Bo'lmasa mana gafrillarimiz yo'qolib ketish ehtimoli juda katta artilgandan keyin. Bu bizda Turkiyada kelayotganda issiqlik bilan, naqa bilan nima deydi uni pressangan hisobiga bu prenaqalar turadi. Namlangandan keyin o'sha presslar yo'qoladi-da buni. Shuni hisobiga olish kerak. Har doim artganingizdan keyin namlatda bilan ozgina yopib qo'yish kerak. 1 soat, yarim soat. Zo'r tavsiya berdingiz Sherzod aka. Endi o'zi shu savollarni beraman deb turdim, o'zingiz javobini aytyapsiz. Bu ko'pchilik qiziqadi. Pliseni qanaqa parvarishlasam bo'ladi? Yuvsa bo'ladimi? Bo'ladi. degan savollar kelib tushadi. O'shanga batafsil nima qilib bersangiz? Buni turgan joyida, misol uchun, pilisos bilan oynani o'zida pilisos bilan janaqa baland darajasidan sekin past anaqasi olib pilisos qilsangiz bo'ladi. Keyin o'zini shotkaga o'xshagan narsasi bor. Shotka bilan nomni tozalaysiz ular changini va artadigan bo'lsangiz, yuvadigan bo'lsangiz, oddiy gubka bilan ko'pirtirib yuv joyida 1 soat, yarim soat presslab qo'yasiz, joyiga turg'izib qo'yasiz. Bu turadi. Parashola bilan, ha? Parashola bilan. Hech qanaqa rangi chiqib, yo'q, rangi chiqib ketmaydi, xudo xolasa, uyaltirmaydi. Endi hozir mana ertaga yuvgandan keyin, mijozlar yuvgandan keyin uy sharoitida yuvadi, o'zi bilib yuvadi, o'zicha yuvadi-yu. Buni qanaqadir tartibi bormi? Misol uchun birinchi suv sepib yo qanaqa nima? Agar misol uchun buni detal naqara turibdi deylik, oynada turibdi mana. Karnizda turibdi. 4 tarafida ip bo'ladi buni, bilsangiz mana. Mana bu holatda ip turibdi. Ipidan chiqaziladi. Keyin mana shu holatda chiqazilgandan keyin ipini bir tomoniga tortilsa, mana yopiladi bu. O'raysizlar. Ko'piyli suvga qilib, shunda soqib qo'yasizlar, bo'ldi. Shunda soqib qo'yasiz. 1-2 soat turgandan keyin shunda sel ketgandan keyin azin suvni chiqarib tashab, joyiga osib qo'yasizlar yana. Yengidek bo'ladi, Yengidek bo'ladi, xudo xolasa. Bu unaqa qiyin narsa yo'q.
qo'lda g'ijimlab yuvilmaydi. Parashyutli suvga soqib qo'yasiz, qaynoqroq suvga, issiqroq suvga soqib qo'yasiz, bo'ldi. O'zini o'zi tozalab qo'yadi. Chiroyli. Sherzod aka, avvalambor videoga tushishga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Videomiz chiroyli, manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Buni obunachilarimiz baho berishadi. Videomiz yana qiziqroq bo'lishi uchun bizani oxirigacha kuzatib, bitta insonga bir bu narsa bersak, nima desak aka? Xo'p, kommentariyada o'zingizlarni izohlarda deydimi, o'zingizlarni yaxshi fikrlarni qoldirgan bitta mijozimizga, xonadonlarga, bitta oynalarga jaluzi qo'yib beramiz. Zo'r bo'ladi. Bo'ladimi shunaqa? Bepulga, tekin. Bepulga o'zimiz borib o'lchab, o'zimiz borib o'rnatib beramiz. Gap. Rahmat. Salom alaykum. Zo'r bo'ldi. Sog' bo'ling. Mana bugun azizlar, Sherzod akani sexlarini obzor qildik. Samimiy suhbat bo'ldi degan umiddamiz. Bundan-da qiziq va foydali kontentlar hali oldinda. Like chani bosing, bizga obuna bo'ling.